o'z va'dani bajaradi, любовь kutib. Sizlar ishonib zakaz qilinglar, ishonchinglarni oqlaymiz. Temir bo'yicha hamma ishni bitiramiz. Dastavka ustunovkalar 12 ta viloyatga mutlaqo bepul. Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar? Bugun 31-dekabr, uydagilar hamma safarga ketishgan. Hozir dadamning mashinasi ekan, olamizda biz zakazlarni o'lchash uchun Samarqand, Navoiy, Buxorogacha boramiz. Xudo xolasa, qaytishda Toshkentga ham kirib o'tamiz. Bugun yo'llarda tirbandlik kamroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xudo xolasa hozir chiqib, dadam mashinalarida yo'lga chiqmoqchimiz. Navoiy shahariga qo'ygan 10 ming dollarlik darvozamizni ko'rib, bizga ham shunaqasidan qilib bering deb chaqirishdi. Mijoz bilan qisman 7 ming dollar atrofida kelishganmiz. Xudo xolasa borib yuzma-yuz ko'rishib gaplashamiz. Chunki ular ertaga Turkiyaga uchib ketishar ekan, bugun kelsangiz yaxshi bo'lardi deydi. Mana 31-dekabr o'sha biz yo'lga chiqdik. Xudo xolasa mijozimiz ishlarini bitirib, Navoiydan Samarqandga, Buxoroga ham boramiz orada. Buxorodan qaytishda Samarqandga ham kiramiz. Birinchi lokatsiyamiz Navoiy shahar bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. 31-dekabr yil oxirgi kunida oxirgi zakaz o'lchaymiz. Buxoro, Samarqand, Navoiyda ishlarni bitirib, qaytsa Toshkentga ham kirib o'tamiz. Lokatsiyalarimiz yig'ilib qolgan. Hamma zakazlarni o'lchab, xohlasa egalarni yuz-yuz ko'rishamiz. Men ko'proq onlayn zakaz olaman, onlayn razmerlar oldiraman egalariga yoki uyda ishlaydigan ustalarga, lekin aksariyatlariga o'zim borishga harakat qilaman. Fiziki imkoniyatim yetgancha. Darvozachi xizmati pastdagi raqamlarga aloqa chiqib orasida temir bo'yicha hamma ishlarni bitirib beramiz. Bolalikda hamma ko'rgan bo'lsa kerak, uyda yolg'iz kinosi bo'lardi. Yangi yilda bolalarimiz qolib ketadi, shunaqa sarguzashtlar bilan. Mana 4 kundan beri o'zimman uyda, hamma safarga ketishgan. Bugun borib kela olmasam, ertadan vodiyda rejalashtirgan ishlarimiz ko'pda. Mijozlarimiz ishlarini imkon qadar vaqtda bajaramiz. Hali Tojikistonga o'tishim kerak. Qirg'izistondan oladigan zakazlarimiz bor. Ularni o'lchashim kerak. Ukamam yo'q, hozir hamma ish o'zimga qolgan. To'g'ri bilinyapti. Perolga chiqishda shuncha do'konlar bor, lekin hammani rizqini beradi Xudo taolo. Hammada bir xil narx, bir xil assortiment, lekin savdo har xil. Menimcha marketing kuchi bo'lsa kerak. Biz sifatini olamiz, yo'lga yeb ketamiz. Biz shu Pervolga chiqib qoldik. Pervolda qori sog'inganlar rosa ko'p ekan. Qaranglar, endi qori o'ynash uchun oylarni olib chiqishgan. Gap yo'q. Odamni qaranglar, Pervolda odam ko'pligi. Qor boshladi, yana yangisi. Pervolda sal tuman bor. Pervolda havo rostdan zo'r, bilasiz, muzdek yoqimli havo. Biz yo'lda davom etmoqdamiz, kamtar oshxonasiga kirdik, obed qilamiz, dars yuramiz. Pervolda kamtarga kirib siz yeb ketmasa bo'lmaydi-ku. Har qaydadir obed qilishimiz kerak. Eng yaxshi joy shu deb o'yladim. Qor yog'ishini qaranglar. Ayli bo'lsin. Vodiyga ham boradigan umidamiz. 20 ta zapravkaga kelib oldik, xudo xolasa, Gulistondamiz. Mashinamiz zaryadkasi tugab qoldi. Navoiygacha xudo xolasa yana 400 kilometr oshiqroq yo'limiz qoldi. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Biz hamma yo'ldamiz. Mijozlarni buyurtmalarni olish uchun Samarqand, Navoiy, Buxoroga qarab yo'lga chiqqanmiz. 31-dekabr ko'chada mashina juda kam, sanoqli mashina o'tyapti. Tomonlar juda ommaviy zo'r bayram qilishar ekan. Navoiy shaharda qanaqa holat bilmaymiz. Ancha yevropeyskiy go'zal shahar-ku. 2026-yilda hammaga xayrli bo'lsin. Xalqimiz xizmatini qilishda davom etamiz. 2025-yilda kam bo'lmadik, juda ko'pchilik duosini oldik. Mijozlarimiz Telegramdan, Instagram, o'chib telefon qilib ko'plari rahmat, juda ko'pchilik bu yil ishingni bitirib duolarni oldingiz. Ishlaringiz xayrli bo'lsin, davomli bo'lsin deb tabriklashdi. Sog'-salomatlik tilayman hammaga. Darvozachimiz xizmatingizda. 24/7. Qachon bo'lsa temir bo'yicha aloqadamiz. Ba'zilar yozishi mumkin, 31-dekabr dam olsang bo'lmaydimi deb. Men agar dam oladigan bo'lsam, erta-indin bizning va'dalarimiz bor. Yuk chiqarishim kerak vohaga, Tojikistonga ketadigan yuklarimiz tayyor bo'lgan. Birin-ketin hammalariga borib, o'rnatib, egalariga topshirib, imkon qadar chiroyli video obzorlar qilamiz. Nima deyman, xalq xizmatidamiz. Ishlash bunaqa bo'ladi, va'dani bajarish xuddi shunday bo'ladi. Erkak kishi gapiradi, aytilgan kunga javob qiladi. Qaranglar, biz zakazlarni o'lchash uchun yo'lda davom etmoqdamiz. Bugun 31-dekabr 2025-yil. Bolalar mana Cobalt-sida analitikali darvozalar bilan bu yoqda mana polностью persep to'la yuk bilan o'sha klientiga qarab yo'lga chiqishgan. Va'dalarni beramiz, joyida javob qilamiz, xudo xolasa. Polностью yuk bilan ertaga buni egalariga topshiramiz. Qaranglar, ideal qilib joylangan, hammasi birin-ketin egalariga o'rnatib topshiriladi. Navoiy shahardamiz. Hozirga yetib keldik, lekin bayram shukuhi avjida. Qaranglar, dekoratsiyalar ham yorib olishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas.
Tinchlik Plazaga keldik. Bu joy egalariga oldin darvoza qilib berganmiz. Ishlarni bitirib berganmiz vaqtida. Xolos bugun bu yerda qolamiz. Ertaga ishlarni bitiramiz. Yaxshidan mehnatga hamdam deyshadi. Qaranglar. Luks xonada mazza qilib dam olamiz, ertaga yo'lda davom etamiz. Hamma ishlar rejada bo'ladi. 31-dekabr soat почти 11:30. Chiqib vaqt qolmadi. Biz Navoiy Tinchlik Plazaga joylashdik. Navoiydagi eng kurtoy joy. Katta kompaniya. Tinchlik Plazaning boshliqlarining uylariga biz temir ishlarni bajarib berganmiz. 2026-yil 1-yanvarda turibmiz. Gastitsada deyarli odam yo'q. Shunga pastga restoranga tushmadik. Shu joyga zavtrak imzo olib berishdi. Navoiy shahar Tinchlik Plazadamiz. Shunaqa akkuratli shikarli gastitsada yotib qoldik. Xudo xolasa yaxshi dam oldik. Bugun mijozlarimizni uylariga borib zakazlarni o'lchaymiz. Atmosferaga necha gap bo'lishi mumkin emas. Doim kelaman Tinchlik Plaza Navoiyda nomeradayim. Zavtraga o'zimiz xonamizga yaqin joyga olib kelib berishdi. Rozi bo'lsa hammalardan. Mazza qilib Navoiyda Tinchlik Plazada dam oldik. Xudo xolasa mijozimizga qarab yo'lga chiqdik. Ishlarni birin-ketin bitiramiz, keyin xudo xolasa Qashqadaryo, Buxoroga qarab yuramiz. Hozir Qashqadaryoda ikkita lokatsiyamiz bor. Mabodo borsak, bu tomonlarda ham chiroyli video qilamiz. Atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar. Navoiy kichkinagina, lekin juda chiroyli, top-toza go'zal shahar. Juda yoqadi. Men har safar kelganda Tinchlik Plazada dam olaman. Qaranglar. Ko'rinish, общий vid dahshat.